Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Ustoz Muhammad Yusufning Allohning go'zal ismlari nomli asrini diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Alloh taolo bizga hamisha yo'l ko'rsatadi. Alloh taolo xolisa sababsizmi hidoyat qiladi. Masalan, birov gunoh qilish uchun uydan chiqadi. Gunoh bilan o'zining orasida intayin oz musofi qolganda to'satdan gunohdan yanadi. Yomon niyatidan voz kechadi va tavba qilib uyiga qaytadi. Bu o'zgarishning va bu voz kechishning orqasida albatta Alloh taoloning hidoyati bo'ladi. Chunki dunyoda hech qanday ish tasodifiy bo'lib qolmaydi. Alloh taolo ba'zida xatarning leviga kelib qolganda amonlik tarafga yetaklash orqali xatardan saqlab qoladi. Masalan, siz kechida mashina bilan nihoyat tez ketib borganda biri quliqingizga to'xta degandekla sababsiz to'xtaysiz yoki birdilla ostilaysiz. Oldingizda xatar borligini keyin bilasiz yoki mangu bilmay qolasiz. Ammo Alloh taolo shu chaqda sizni cho'ng bir qazodan saqlab qolgan bo'ladi. Yo'lda piyoda yurib ketib berib, to'satdan qadamingizni ostilatasiz. Ko'p o'tmayla oldingizda teyilg'oq yer borligini bilasiz yoki faqatli bilmay qolasiz. Ammo Alloh taolo sizni teyilib ketishdan saqlab qolgan bo'ladi. Xuddi ko'nglingiz bir narsani tuyg'andekla bovoqning yotiqiga kirsiz. Qarasınız bovoq karvatdan tushib ketishga oz qolgan bo'lib, navoda siz ko'rmagan bo'lsangiz, qattiq yerga tushib ketadi. Siz yugurib berib, bovoqni qo'lingizga olganingizda chin yuragingizdan minnatdorlik bildirib, "Shukr Rabbim, ko'rmagan bo'lsam, bolam tasqalatdi tushib ketgili" deysiz. Buningga o'xshagan ahvollar turmushimizda nihoyatda ko'p takrorlanib turadi. Alloh taolo bizni har zaman ziyonli ishlardan foydali ishlarga, xatarlik joylardan amonlikka, qo'rqinishlardan xotirjamlikka yetaklab turdi. Ammo biz Alloh taoloning bu katta iltifotlarini bilmaymiz. Ba'zilarini anqira olsaqmi, nurg'unlarini his qilmaymiz va o'ylabmi qo'ymaymiz. Tirikchilik qilish uchun kundalik uydan chiqish va qaytish yo'lida Alloh taolo bizni nurg'unlagan xatarlardan, ziyon zahmatlardan va balo qazolardan saqlaydi. Alloh taolo yana bizni nurg'un qitim yegan ishkanlarimizdan zaharlanishdan saqlab qoladi. Ona qarnidagi bovoqni kamtuk tug'ilishdan saqlaydi. Biz ularning mingdan birini bilmaymiz yoki hech bilmaymiz, his qilmaymiz. Hatto bu haqda tafakkurmi qilmaymiz. Go'yo shundoq bo'lishini tabiatning qonuniyatidagila o'ylab qolamiz. Ammo bu ishlarning hech biri tabiatning qonuniyati emas. Balki Alloh taolaning qudrati, hikmati va rahim shafqati bilan amalga oshgan ishlardir. Hamma ish Alloh taolaning yetaklashi bilan amalga oshadi. Bir biologiya olimi mundaq degan ekan: bir bovoqning kamtuk tug'ilish ehtimoli uning bejirim tug'ilish ehtimolidan albatta cho'ngdir. Chunki bovoqning shakllanishi jarayonida har kuni ma'lum miqdordagi hujayralar ma'lum joylarga yo'tkilib, o'zgarib turish orqali o'z vazifalarini o'rindash iqtidoriga keladi. Halbuki bu hujayralar o'zlarining nima ishlarni qilayotganligini bilmaydi. Chunki biologiya mutaxassislari isbotlagandek bizni maydonga keltirgan narsa hujayralardir. Her bir hücrede mevcut bo'lgan moddalar bizning vücudumuzning shakli, ko'zimizning va chechimizning rengi, igiz yoki pakar bo'lishimiz, chiroyli yoki ko'rimsiz bo'lishimiz qatorliq o'zgachiliklarimizni shakllantiradi. Hücrelardagi oddiygina bir buzuqlik yoki xatolik bovoqning kamtuk tug'ilishiga sabab bo'ladi. Hücrelar ko'p hollarda mashg'ulot xatoliklarga uchrab turadi va orqadilla tuzitiladi. Bunda köp tekrarlangan xatoliklar tüpeyli bovoqlarning kamtuk tug'ilish ehtimoli bejirim tug'ilish ehtimolidan nihoyat cho'ngdir. Milyonlarca qitim bunda xatoliklar yuz berib tursa-mu,
ilahi hikmetning şefkati bilen icraatlar qayta tüzütilip her iş öz yoluga kirip durdu. Aksaklık, çolaklık, korluk, gaslık ve başka her xil kemtüklerge mubtala bolgan insanlarını görümüz. İnsanlar arasından mingdan biride görülüp turduğan şu cismani kemtüklikке mubtala bolgan insanlar bolmaydigan bolsa, biz kemtüksiz sağlam tug'ilish tabiatning qonuniyati bo'lib, u hergiz o'zgarmaydi deb gumon qilgan bo'lardik. Ammo amaliyat undaq emas. Chunki agar bu ishlar tabiatning o'zgarmas qonuniyati bo'lsa, nima uchun ba'zi guvohlar kemtük tug'iladi? Allah Taala cismani tarafdan kemtük insonlarni yaratish orqali sağlam tug'ilish tabiatning qonuniyati deguchilarga ajallik radiya bermoqda ve mundaq demekte. Seningmi shundaq kemtük tug'ilishing mumkin edi. Ammo kemtük bo'lmading. Sağlam tug'ilding. Unutmag'in ki üstündeki nimetlerim ve hakkım köptür. Eşşakur az emelge köp savap bergüçi. Eşşakur bendelerinin azrak emeligimi köplep mukafat bergüçi degenliktir. Çünkü Allah Taala bir yaxşılıkka 10 esi artık savap bergüçi. Birer hayri ihsanga 700 esidan köprek aşırıp bergüçi keremlik zattır. İctimai hayatımızda her xil karakterdeki insanlarını uçurtup durumuz. Vafadar insanlar mı az emas. Ular yaxşılıkның qadrini biladi. Özüge addi birer yaxşılığı yetken kişilerini mi razı kılmay kalmaydı. Ama bu hayatta aşbergen kazanını çakıdığan karakterdeki tuzkor insanlar intayin köptür. Siz birovga yaxşılık kılgan bolsunuz mu, onundan birer yaxşılık yoki hiç bolmaganda quruq rahmet sözüge çağılıp bir narsani mi anlap bakmagan bolishing'iz, hatta aldığınızda hoşamet qilib, arqangizda sizni söküdigan insonlarni mi uchratgan bo'lishingiz mumkin. Siz bundaqlarni qo'yib turing. Ulardan ag'rinib o'zingizni bearam qilmang. Chunki sizning ömrünüz bundaqlarni ayıplash yoki tuzkorlar dunyosi haqida tafakkur qilish bilan isrof qilgudek uzun emas. Şoňa siz ularni Rabbiga qo'yib, o'zingizni asrang ve ular jarohat qilgan qalbingizni Allah Taalaning Eş-Şakur degan ulug' ismi bilan davolang. İnsanlar sizning yaxshiligingizga tuzkorlik qilgan ve sizning yaxshi ko'nglingizni javobsiz qoldirgan bo'lsa, olamlarning Rabbi bo'lgan Allah Taala az amalga ko'p mukofot beradigan, yaxshi niyatlarga savob beradigan, hech qanday bir yaxshi amalni mukofotsiz qo'ymaydigan karamlik zotdir. Allah Taalaning Eş-Şakur degan ulug' ismi bandalarining az amaliga ko'p mukofot berguchi degan ma'noni ifodalaydi. Allah Taala xolis niyat bilan qilingan intayin az yaxshi amalga ko'plab mukofot beradi. Yaxshi amal Qur'oni Karimda iman bilan yondashtirib keltirilgan. Yaxshi amalning chek-chegarasi yo'qdir. Chunki Allah Taala razı bo'ladigan ishlarning hammasi yaxshi amal doirasiga kiradi. Allah Taala bizga Eş-Şakur degan bu ulug' ismi bilan muomala qilganda gunohlarimizni mag'firat qiladi. Ayiblarimizni yo'gaydi. Yaxshi amallarimizning qimmatini oshiradi. Mukofotini ko'paytiradi. Xolis qilingan oddiy bir amalimizga ko'plab mukofot ato qiladi. Duoyimizni ijobat qiladi. Bizga tansoqligi, xotirjamlik, huzur halovat ato qiladi. Pul melimizga, farzandlarimizga barakat ato qiladi. Bizni nurg'un odamlar saq qolmagan balolardan saqlaydi. Nurg'un odamlarga nisb bo'lmagan hidoyat yo'lida mustahkam qiladi. Bizni o'z himoyasida qo'g'daydi. Allah Taalaning Eş-Şakur degan bu ulug' ismi bilan muomala qilishiga loyiq bo'lishning sharti Allah Taalaning yaxshilikni voyaga yetkazib qaytiradigan karamlik zot ekanligiga chin ishonib, amallarni uning roziligi uchun qilishdan iboratdir. Ya'ni Allah yo'lida pul melini sarf qilganlarning sarf qilgan narsasi 7 boshaq chiqargan, har boshqida 100 taldan dan tutgan bir tal uruqqa o'xshaydi.
Allah xalqan bandisiga uning ajrini hasilab berdi. Allah merhameti keng, hammini bilguchi zotdir. Bir tal urug'ning 700 hassiga ko'payishi Allah Taola'nın fazil karami ve uning Ash-Shakur degan bu ulug' ismining barakati bilan bo'ladi. Bu Allah yo'lida pul mol sarf qilganlarning mukofoti haqida keltirilgan bir misol bo'lib, pul mol sarf qilishla emas, balki har qanday bir yaxshi amalning mukofotini Allah Taala ana shunday ko'paytib berdi. Chunki Allah Taola'nın fazil karami bilan hisoblar o'zgaradi. Shuna Allah Taala ba'zi amallarga 10 hassi mukofot berdi. Ya'ni kimiki dargohimizga biror yaxshilik bilan kelsa, u 10 hassi ortiq mukofotga erishadi. Ba'zi amallarga oldingi oyatda kelgandek 700 hassa va uningdanmi ortiq mukofot berdi. Ba'zi amallarga hech qanday mukofot berilmaydi. Bu Allah Taala uchun emas, kishilar uchun qilingan amallardir. Allah Taala payg'ambarlarni kishilarni haq dinga da'vat qilish uchun hayotini beg'ishlaganligining badaliga ikki olamlik aziz va hurmatlik qilgan. Nuh, İbrahim, Musa, İsa va Muhammad alayhissalom qatorliq payg'ambarlar asrlar bo'yicha taki qiyomat kuniga qadar milliardlarcha insonlarning durd, salomlarga va chin muhabbatiga sazovor bo'ladi. U payg'ambarlarning oxiratdagi mukofotlari va martabalari alohida yuqori bo'ladi. Bu dunyodagi cheklik umrini kishilarni Allah Taolaning diniga da'vat qilishga atagan mazkur payg'ambarlar buning mukofotini o'zlarining umrlaridan necha ming hassi ko'p asrlar va zamonlarda madhiyalanish, dillarda yodlanish bilan ko'rdi. Mana bu Allah Taolaning ularga Ash-Shakur degan bu muborak ismi bilan muomala qilganligining ifodasidir. Zarrichilik amalingizmi bekorga ketmaydi. Biror qitimliq istig'for, birovning ko'ngliga xo'shallik beg'ishlash, hatto yo'ldagi biror toshni elib etish degandek oddiy va to'limi kichik ishlar uchun Allah Taala alohida mukofot berdi. Zarri chog'liq amalning mukofoti zoya bo'lib ketmaydi. Ya'ni kimiki zarrichilik yaxshi ish qilsa, u uning mukofotini ko'rdi. Kimiki zarrichilik yomon ish qiladi ekan, u uning jazosini tortadi. Zarra moddalarning ko'zga ko'rinar ko'rinmas eng kichik birligi deganlik bo'lib, zarrini ko'rmak qiyin. Ammo zarri chog'liq amalning mukofotini ko'rmak muqarrardir. Shunda zarrichilik oddiy amal, mol dunyo, yuz obro'y asqatmaydigan qiyomat kunida asqatudir. Asqatqandimi birga necha yuz hassi bo'lib asqatudir. Şuna yaxshi ishni oddiy sanig'ili bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom bir xormining yermi bilan bo'lsa-mu dozoqdan saqlaninglar deb ko'rsatgan. Bir xormiga yetmaydigan kichik narsani sadiq qilish bilan bo'lsa-mu dozoqdan saqlaninglar deganlikdir. Qo'shnilarni rahatsiz qilmaslik uchun ishingizni siliq yepishingiz, kechida uyga kirganda xulg'onlarni bearam qilmaslik uchun siliq kirishingiz, masjidga kirganda yashangan kishilar kirib olsin deb ishni echib turishingiz, yomg'ir yoqqanda yoki suv chiqib ketgan yo'lda manganda yo'l bo'yidagi kishilarga suv chachirab ketmasin deb mashinangizni asta haydishingiz, zaruriyatsiz signal chelib boshqalarni rahatsiz qilmasligingiz qatorliq oddiy va kichik ishlar gerçi kishilar bu qilganingizni his qilmagan bo'lsa-mu, Allah Taolaning nazarida katta amaldir. Mukofotimi katta bo'ladi. Chunki bularning hammasi islomiy adab axloqning qatoridan sanaladi. İman 70 necha yoki 60 necha shoxchi bo'lib, eng avzili la ilaha illallahu
eng oddiysi yo'ldan kishilarga ziyon yetkazadigan narsalarni ilib etishdir. Ya'ni imonning yuqorisi Alloh taolaning borligiga va birligiga chin ishonish bo'lsa, uning tövini kishilarga manfaat yetkazishdir. Bu manfaat mayli cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, muhim bo'lgani bizda kishilarga foyda yetkazish va ularni yomonliklardan qo'g'dash ruhining yetilishidir. Mushu ruh yetilganda odam haqiqiy ma'nodagi odamiylik martabasiga yetadi. Yaxshi amalning mukofoti aslab beriladi. Alloh taolo birovga o'zining Ash-Shakur degan ulug' ismi bilan muomala qilganda, uning kichikkina amalini haslab cho'ngaytib qabul qiladi va mukofotini katta qilib berdi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh bandining sadiqasini o'ng qo'li bilan qabul qiladi va uni xuddi to'ga bolasini parvish qilgandek parvish qilib o'stirib berdi. Ulamolardan biri tijoratda katta muvaffaqiyat qozongan birining hikoyasini bayon qilib mundaq deydi: Saudiya Arabistonning Sharqiya rayonida oddiy turmushda yashaydigan bir kishi uy elish uchun yillardan beri ayoli bilan birga ishlab pul to'plagan ekan. Bir kuni juma namozidagi xutbada kimiki Alloh uchun bir masjid bino qilsa, Allah uningga jannatda shuningga o'xshash bir qasr bino qiladi degan hadisni anglab qattiq ta'sirlanadi. Ondan oilasiga qaytib, ayoliga biz uy elish uchun yiqqan osh pulga oxiratda Allohning uyini setib olsak qanday deysiz deydi. Ayoli ishkilanmasdan bo'ladi deydi va pulni chiqarib berdi. U kishi barliq pulini masjid bino qilishga iyona qiladi. Uzun o'tmay u kishi tijorat qilishga boshlab, dastlab oddiygina bir do'kon ochadi. Az vaqt ichida ko'p pul topadi va do'konni cho'ngaytirdi. Oxiri shirkat qurdi. Yana ko'p o'tmay bir qancha yerda shirkatning sho'balarini ochdi. Hozir uning Sharqiyada 13 sho'basi bor ekan. Sadiq qilish bilan pul mol kemiyib ketmaydi. Payg'ambar alayhissalom sadiq qilish bilan pul mol kemiyib ketmaydi deb ko'rsatgan. Payg'ambar alayhissalom Alloh taolaning hadis quddisida: "Ey bandam, bergin, men sana berman" deganligini rivoyat qilgan. Siz Alloh taolaning mushu va'dasiga chin ishonch qilib, bir tiyinga chog'liq pulni biror yo'qsulning olqiniga qo'yguningizda, Alloh taolo sizga shu bir tiyinning mukofotini oxiratdan burun mushu dunyoda berishga boshlaydi. Shu sadiqning yuzisidan sizga barakat, tansoqligi, xotirjamlik va kutilmagan yerdan yaxshilik ato qiladi. Ma'lum bir islom universitetida o'qiydigan bir o'quvchi aldirab jumaga ketib boradi. Masjidning oldida yaxshi ishlar uchun yordam to'playotgan bir kishining Rabbimiz bergin, men sana berman deb va'da qildi. Yordam qilinglar deganligini anglab, yanchiqini qo'laydi. Yanchiqida aralli 5 riyal puli qolgan bo'lib, uni sanduqqa tashlaydi. Go'yo: "Ey Rabbim, bergin dedim. Bar pulimni berdim. Endi sen menga bergaysan" degandek. Xiyolchan holda masjidga kirib ketdi. Shu oqshimi bir do'sti uni yo'qlab kirib: "Adash, menga bir xayriyat jamiyatidan pul kelibdi. Bu menga ortiq. Shunga sana 20 ni beray" deydi. Uning yo'q deginiga qaramay 2000 riyal pulni berib chiqib ketdi. Bir kuni to'satdan bir oilaning ishki qiqildi. Ayol aldirab chiqib qarasa, bir hojatman turgudek. Ayol parcha pul izlab yanchiqini qo'lividi, 100 riyallik birlik qog'oz pul chiqdi. Ayol ozroq ishkilandi-da, qo'lidagi 100 riyalni hojatmanga berib o'tdi. Ayol: "Ey Alloh, birga 10 degancha uyiga qaytib kirib, noshtalık tayyorladi.
eri bilan nashta qilayli deb o'ltirishiga üstel ustida bir konvertni ko'rib qoldi. Bu arada eri uningga bu konvertni tunugun pochtadan topshirib olganligini aytib ayoliga sundi. Ichib qarasa, ayolning gezitga avatgan bir maqolasi uchun avatilgan 1000 riyal mukofot pul ekan. Ayolning hojatmanga bergan 100 riyal sadiqasi uchun Alloh taolo uningga 10 nassa ato qilib 1000 riyalni udulgan edi. Ya'ni o'zinglar uchun qandoqli bir yaxshi ishni qilsanglar, albatta uni Allohning dargohida texmi yaxshi, texmi katta mukofot bo'lgan holda topsizlar. Amalingiz mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, mayli intayin kichik bo'lsin, uning mukofotini Alloh taolaning dargohida to'liq bilan topsiz. Alloh taolo sizning nurg'unlagan yaxshi amallaringizning mukofotini oxiratga saqlab qo'ydi. Oxiratdagi eng zo'r ehtiyojlik bo'lgan paytingizda sizga asqatidi. Shunga dunyolik qilib bog'lanib qolmasdan oxiratlikni oldingi o'rinda qo'yish lozim. Mikrofon oldida Qaraxon.